o'zimizni jaydari bolalar uchun zo'r Lacetti olib qo'ydim. Narxi sirada aytib o'taman, $4,400 ga sizlarga 2010-yil Lacetti. Bitta videoni oxirigacha ko'ringlar, ma'lumotlarni to'liq olinglar, keyin telefon qilib bemalol gaplashsang bo'ladi. Narxini sirasi o'zimizni o'sha nima deydi, bir kesar jaydari o'zini oyog'ida o'zi yurgan bolalar uchun bu. Gap ma'nosini tushunganlar tushundirganlar. Boshinglar gazni bosib olasizlar. Xo'p, 2010-yil Lacetti to'rtta yaxshi baloni bor, archa balonlar qo'yib qo'yishibdi. Kraskalar asvejit. Endi bir Niderland Nexia 2 ni puliga 1.8 Lacetti. Nima deyapti? Menimcha kanaldagi arzon mashinalardan bittasi. Xo'p. 500 mingdan oshiqroq yurgan ekan. Bizlar qaytarish shunaqa narsa yo'q. 1.8 lekin motori vash yo'q yemaydi. Motoriga javob deyishyapti egalari. General davernisgacha beriladi. Bilasizlar, biz nomerni spesialni yashirmaymiz, sababi bor narsani, real narsani chiqaramiz. Hali ko'pchilik yozadi, bor narsami, palonmi, pistonmi. Unaqangi videolar bilan biz videolar solishtiringlar oldin. Biz nomerlarni yashirib qo'yadigan pastavkalarimiz bor, lekin biz qo'ymaymiz shu narsani. Bizga kerak emas. Xo'p. Holatlari zo'r turibdi. Quruq ishlagan mashinaning motori. Bir yoq-poq oqqan joy yoki bir lishni unaqangi katta narsa ko'rmayapman mashinada. Kelasizlar, ko'rasizlar. O'zlaring uchun tekshirib olsalaring bo'ladi. 4.400 ga adashmasam zo'r variant. Qiziqibdi, zo'r joyi. Mashina 2017-yilda ishlab chiqarilgan temir metan gaz balonigacha bor ekan. Ochmabman, bitta bosib olinglar. Bagajni bitta bosib oling. Bitta pakrugi syomka qilib qo'yim bunday qilib. Ko'ringlar. Чтобы uzoq yaqinda yurgan obunachilarimiz rasmlarni so'rashadi. Rasmlarni so'raganlar uchun. Xo'p, 2017-yil temir metan gaz baloni bor. Tayli zapaska hamma yo'g'i turibdi, unaqa qilib. Akkuratni qilib bagaj nimalariga, chexollardan qo'yib qo'yishdi. Menimcha narxiga ashi stoyishi mashinalardan bittasi. Zo'r narx. Olib turib xohlasangiz Gentra qilib olinglar. Xohlasangiz Lacetti holatda haydab yuringlarda minib yana shuni pul sotib olsalar ham bo'ladigan holatda. Bunaqangi mashinani faqat menga obuna bosgan jigarlarim ko'rib olishlari mumkin. Telegram kanaliga o'tib bu mashinani birinchi Telegram kanaliga qo'yaman, keyin YouTube, Instagramga qo'yishni boshlayman. Jigarlar, nima deysizlar? 4.400 ga o'zimga o'xshagan jaydari bolalarni mashinasi ekan. Bunaqangi mashinalaring bo'lsa, Avtoren nomerlarning kanaliga aloqa qilsalaring, xudo xolasa reklama qilib sotishga yordam beramiz o'zimiz. Jigar, bosing endi bosib yuboring.